Uzoq, og'ir yo'lga chiqqan yo'lchi men. Bu yo'llarda qilog'izim yulduzdir. Men yurtimning pok istakli kuchimen. U yulduzning tugalishi kunduzdir. Assalomu alaykum azizlar. Yoz kunlarida, ayvonda, supada yoki so'rida yotib, kechqurunlari osmondagi yulduzlar harakatini hech kuzatganmisiz? Kuzatganmiz. Aytadilarki, bu ko'kni zaminda qancha insonlar yashasa, uzoq, cheksiz samoda ham shuncha yulduzlar bo'lar ekan. Demak, har bir insonning o'z yulduzi bor ekan. Azizlar, uzoq va yaqin o'tmishimizda ham yurtimiz osmonida porlab, ko'ngillarga yorug'lik olib kirguvchi yulduzlar ko'p edi. Xo'p, yaxshi. Nima istaysiz? Ayta olmayman. Nima uchun? Mening tilim aytishdan ojizdir. Mening qalamim aytgandir. Anglamadim. Ezasiz. Hech. Qiynaysiz. Aslo. Shafqat. Nima demoqchisiz? O'qing. Nimani? Mening dostonlarimni, oltin daftarni. Beringiz. Butun tilagim, istagim shunda yozilgandir. Qalb daftarini, murakkab hayotini o'qishga, o'rganishga undayotgan bu inson kim? Aziz tomoshabin, bunga ko'rsatuvimizda butun umrini el yurtning baxt saodati, erki, ilm fani, san'ati, madaniyatining rivoji yo'lida baxshida etib yashagan, ijod etgan, lekin nohaq malomatlarga duchor bo'lib, aziz joni bevaqt xazon bo'lgan, ammo o'zidan nurli izlar qoldirib ketgan bir yulduz, yurtimizning asl o'g'lonlaridan biri haqida hikoya qilamiz. Ko'rsatuvimizni tayyorlash jarayonida ko'nglimizda paydo bo'lgan barcha hislarni, iztirob va alam, umid va quvonch va boshqa o'y kechinmalarni barchasini aytish qiyin. Vatanimizning yaqin o'tmishida yashab o'tgan asl o'g'lonlarning qismati, og'ir, fojiali qismatdan yana bir bora ezildik. Ularning talanti, g'ururi, mardligidan esa ko'nglimiz yana tog'dek ko'tarildi. Abdulhamid Cho'lpon o'z nomi bilan porloq yulduz. Jahon madaniyatini ham bilmog'imiz zarur. Albatta, o'zligimizni boyishi va ulkanlashmog'i uchun dunyo madaniyati hamisha ko'z o'ngimizda bo'lmog'i shart. O'zbekning ruhi dunyo madaniyatining yuksak parda ohanglariga jo'r bo'lmog'i lozim. Meni kechirasiz, lekin dunyo madaniyatiga ham sal ehtiyotkorlik bilan yondashmoq kerak. Epoxaga talabgorlar. Qani. Abdulhamid aka, siz epoxangizcha bir boshqachada. Shirin. Abdulhamid akamning tillari ham shirin, epoxalari ham shirin. Yashasin epoxa. Bunday epoxani chekib tugating. Kunlari ko'kka sovurilib ketsin. Qofiya-ku. Qani davom ettiringchi. Bunday epoxani chekib tugating, kunlari ko'kka sovurilib ketsin. Bu ezilgan tutqun o'zbek bolasi olovsiz, tutunsiz kunlarga yetsin. Bunday epoxani chekib tugating, kunlari ko'kka sovurilib ketsin. Bu ezilgan tutqun o'zbek bolasi olovsiz, tutunsiz kunlarga yetsin. Abdulhamid Cho'lpon 1897-yilda Andijonda tug'ilgan. Otasi Sulaymonqul mulla Muhammad Yunus ancha ziyoli, ilmli inson bo'lgan. U kishi she'rlar ham yozib turgan ekan.
Abdulhamid avval eski maktabda o'qiydi. Xat savodini chiqargach, Andijon va Toshkent madrasalarida tahsil ko'radi. Arab, fors, turk tillarini mukammal egallaydi. Firdavsi, Hofiz, Sa'di, Umar Xayyom, Rumi, Alisher Navoiy kabi buyuk so'z san'atkorlarining asarlarini mutolaa qiladi. Ularni yod olishdan, hayajonli maqolalar yozib, sharq she'riyatining hududsiz boyliklarini mutassil targ'ib qilishdan charchamaydi. Cho'lpon 16-17 yoshdanoq ham sharqona, ham g'arbona har tomonlama puxta ma'lumot olgan, ilg'or fikrli, ziyoli bo'lib yetishadi. Abdulhamid Cho'lponning singlisi Foqiya aya shunday hikoya qiladi. Akamning nihoyatda o'tkir zehni, qobiliyati, ilmga bo'lgan qiziqishi va donalarining qattiq qo'lligi o'zining ijobiy samarasini bergan bo'lishi kerak. Men esim taniy boshlaganimda Abdulhamid Qur'oni Karimni yod bilgan va juda ham chiroyli o'qigan. Havasimiz kelar edi. Oilamizda biron bir imkoniyat tug'ilgandayoq qarindosh urug'lar Abdulhamid bir tilovat qilib bersin deyshar, akamning zo'r qiroat bilan o'qiganlarini tinglashib, ko'zlariga yosh olishar, ruhan o'zlarini boshqacha his qilishib, rahmatlar aytishar. Martabangiz bundan ham ziyoda bo'lsin deb duo qilishardi. Akamning yana bir fazilati juda ham oriyatli, nomusli va katta iroda egasi ekanligi. Bilishimcha u hech kimni sotmagan, chaqimchilik qilmagan. Moskvadan yo'llagan xatlarning birida shunday satrlar bor edi. Hammangizga nasihat, to'g'rilik, sadoqat, astoydillik. Odamga qo'riqchi, qorin to'yadi, sharmandalik yomon. Akam bizlarga birovlardan hech qachon shikoyatlar qilmas, o'zi atrofida bo'layotgan noxush narsalarni bizga bilintirmas edi. Hatto hayotining so'nggi yillarida uyushtirilgan tuhmatlar, boshiga otilayotgan malomat toshlarining ko'payib borayotganligini biz boshqalardan eshitar edik. Cho'lponning butun umri, ijodi o'zi tug'ilib, yashab turgan o'lkaning, mehnatkash xalqning erki, yurtning ozodligiga baxshida bo'lgan. Uning ijodini o'rganar ekansiz, bu hayot bor go'zalligi, sirliligi va bevafoligi bilan sizni goh sevintirsa, goh yig'latadi. Ammo inson hamisha inson bo'lib yashashi lozim ekanligini yanada chuqurroq anglab yetasiz. Va insonning shakllanishida adabiyot, san'atning roli beqiyosdir. Cho'lpon yozadi. Hech to'xtamasdan harakat qilib turgan vujudimizga, tanimizga suv, havo naqadar zarur bo'lsa, maishat yo'lda har xil qaro kirlar ila xiralangan ruhimiz uchun shu qadar adabiyot kerakdir. Adabiyot yashasa, millat yashar. Adabiyoti gullagan va adabiyotning taraqqiysiga chalishmagan va adiblar yetishtirmagan millat oxiri bir kun hissiyotdan, o'ydan, fikrdan mahrum qolib, sekin-sekin inqiroz bo'lur. Buni inkor qilib bo'lmas. Cho'lponning shogirdlaridan biri Oybek domla shunday yozgandilar. Cho'lpon yangi adabiyotda yangi narsalar yaratdi. Muvassaq adabiyoti o'rniga bu kunning badiiy zavqiga yarasha yoqimli, go'zal she'rlar o'rtaga chiqardi. Bugungi yosh nasl uning sodda tilini, tatli uslubini, texnikasini ko'p sevadi. Undan ko'p go'zalliklar oladi. Cho'lpon she'riyatining go'zalligi, Yevropa poeziyasiga monand his-tuyg'ularga boyligini eslab, vatandoshimiz Ahmad Shukriy o'zining Cho'lpondir maqolasida shunday yozgandi. Cho'lpon oti qulog'imga kirdikcha ko'zimga Shekspir ko'rinadir-da turadir. Shekspir lirizmisi bilan Cho'lpon she'riyati orasida naqadar ayirma axtarsam-da, uni topolmadim. Uyg'onishni necha topqinlar o'qib chiqdim. Shekspirni mutolaa etdim. Eng so'ng Shekspir Cho'lpondir yoxud Cho'lpon Shekspirdir degan fikrga keldim. Cho'lpon she'rlari Shekspir jo'shqinligi bilan to'ladir. Cho'lpon oqko'ngilligi Shekspir samimiyligidan o'tadir.
cho'lpon bizda sevgi tangrisi, sezgi yaratuvchisidir. Cho'lpon lirik, cho'lpon shoirdir, cho'lpondir. O'zbek drama studiyasida bir tarjimon sifatida ham adabiy emakdosh sifatida ishlardilar. Ko'pincha shu sahna nutq paytlarida oldimizdan ketmasdan bizni talaffuzlarimizga juda katta e'tibor berardilar. Haqiqatan ham bizga yaxshi bir ustoz sifatida dars berganligini biz ayniqsa shu teatrni spektakllarda, o'sha spektakllarda rol o'ynagan paytlarda shularni juda ham his qildik. Teatrimizni 15 yilligiga atab biz Gamlet postanovkasini qo'lga oldik. Bu postanovka Mannon Majidov Uyg'urga topshirildi. Tarjimasi yana o'sha Cho'lpon akaga topshirildi. Shunday ajoyib tarjimon ekanki, bu bittagina asarni olib emas. Mana Radlov tarjimasidan, Smirnov tarjimalaridan olib, Shekspirni o'zini asarlari bilan tenglashtirib ko'rib, eng sahnaboblarini tanlab shu tarjima qilganda. Shayxzodani tarjimasida o'lish yo qolish. Vohid Zohidovnikida ham shu unaqa boshlanishi uncha haligidagi jarangdor emasdi. Endi Cho'lpon akanikida birinchi monologni boshlanishida yo o'lish yo qolish. Gap shunda. Vijdoni uyg'oq odam edi. U xalq deb yashaydigan odam edi. Uning uchun eng buyuk narsa xalqning erki, xalqni tinch, osoyishta, baxtiyor yashashi edi. Shundoq ekan, u xalqning azobini ko'rib turib indamasligi mumkin emasdi. Har bir xatti-harakatda siyosiy bir sabab topishga harakat qiladi. Mana Cho'lponga qo'yilgan ayblar. Go'yo emishki Cho'lpon xalq dushmani G'ulom Zafariy bilan yaqin aloqada bo'lgan. Cho'lponni gapiga qaragan bor yo'q aloqa shundan iborat bo'lganki, G'ulom Zafariy Cho'lpon qand kasalligiga mubtalo bo'lgani uchun bir qo'shnisidan shotning bargini olib kelgan. Cho'lpon 2 yil davomida hech narsa yozmasdan sabotaj qilgan. Shu yo'l bilan yozuvchini obro'yini to'kmoqchi bo'lgan. Cho'lpon 20 lab asar yozgan. Klassik yozuvchilarni, sharq yozuvchilarini ijodini yaxshi ko'rar ekan. Binobarin o'tmishni yuqori baholab Sovet davrini uncha xushlamas ekan. Cho'lpon aytadiki, nahotki Sa'diyni o'qish, Navoiyni o'qish, Fuzuliyni o'qish gunoh bo'lsa. Mana Cho'lponga qo'yilgan ayblar. Yo'q. O'lim yo'qdir. Yolg'iz bir o'chib, bir so'nish bordir. Bir o'chib so'nish, yana yonish bor. Yana bahorlar, yana lolalar, yana siz, ey erkin dalalar. Azizlar, ko'rsatuvimizni ulug' adib va buyuk inson Abdulhamid Cho'lponning umidli va o'tli satrlari bilan tugatish niyatdamiz. Diqqat bilan mana bu satrlarga quloq tuting. Quyosh botar edi. Uning so'ng tig'lari yuksakliklarda lola bo'lib ochilganlar edi. Quyoshmi botadur? Mening umidimmi ketadur? Sevgimmi bitadur? Mening umidim ham shu quyosh kabimi botar. Mening sevgim ham shu quyosh kabimi bitar. Qo'rqamen. Yo'q. Bu quyosh bugun botar, yana ertaga erta bilan bosh ko'tarib chiqar. Biroq dunyo shu dunyo, tabiat shu tabiat, borliq shu borliqdir. Mening umidim ham shu chog'da quyosh bilan birgami botar. Yo'q, u ba'zan botar. Uning ham shunday kechi bor. Yana tongi kelgach bosh ko'tarib chiqar. Ha, azizlar, o'lkamiz quyoshi yana bot-bot ko'tarilib, o'zining hayot baxsh shu'lalarini socha boshladi. Yurtimiz osmonda yana porloq yulduzlar paydo bo'lib, har birimizning ko'nglimizni, nafaqat ko'nglimiz, balki ulug' niyatlar ila borayotganimiz buyuk yo'limizni o'zining sirli nurlari bilan yorita boshladi.
Bu nurlar har birimizni ma'naviy poklikka, buyuklikka chorlayapti.